Erkaklik quvvati pasayishi va prostata muammolari hayotingizni qiyinlashtiryaptimi? Tez-tez hojatga chiqish, og'riqlar va jinsiy zaiflik tufayli o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotyapsizmi? Bu muammolarga e'tiborsiz bo'lmang. Vulkan mahsuloti erkaklar sog'lig'ini tiklash, prostata shamollashini davolash va jinsiy quvvatni maksimal darajada oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Tabiiy va kuchli tarkibga ega Vulkan bilan o'z kuchingizni va baxtli hayotingizni tez muddatda qaytaring. Hozirning o'zida kanal nomidan chiqsangiz qaynoq chegirmalar qilib berishadi. Bu video Rossiyaga yangi keladiganlarga bu Rossiyaga kelish to'g'ri to'g'ri deymanda yetib keladigan joyga. Shu bittikda prичина qiladigan bo'lsa, biz ham ketib boramiz bu Rossiyadan. Bu berayotgan $1000, $2000 oyligini boshiga ham eplab ishlab topamiz-da. Bilasizlar, Ukraina bilan hozirda urush ketyapti bu yerda. Birinchi o'rinda shu chegaralarda urush bo'ldi, u ham mayli. Undan keyin Moskva bu shaharlarga dronlar tushdi. Endi u ham mayli. Endi hozirda Viber skladlarga tushyapti. Kechagina kuningizda ko'rdim. Qaranglar. Bir hafta ichida ikkita Viber skladiga dron tushganda, uning ichida o'zimizning musofirlar nechta bolasi o'lgan, nechtasi jarohatlangan. Endi bu gapimni nima demoqchiman? Rossiyaga kelmoqchimisiz? Odam ko'p joyga borishni keragi yo'q. Bir cheka joylarda tixa soqqani qilib ketaverish kerak. Xullas, shunaqa gaplar. Bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa живой kontentlar qo'yib boraman. Leningrad viloyatining Poroshkina qishlog'ida maxsus kuchlar ko'magida migratsiya xizmati xodimlari jami 43 nafar migrant ichini tekshiruvdan o'tkazdi. Aniqlik kiritilishicha, ulardan 13 nafari zarur hujjatlarsiz ishlagan, yana 3 nafari esa mamlakatda bo'lish qoidalarini buzgan. Noqonuniy migrantlarning barchasiga nisbatan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida bayonnomalar rasmiylashtirildi. Ayni paytda politsiya noqonuniy ishchilarni aynan kim yollaganini aniqlash va ish beruvchini javobgarlikka tortish ustida ish olib bormoqda. Joriy yilning 10-avgust kuni Tatariston Respublikasining Nijnikamsk shahrida joylashgan qator obyektlarga uchuvchisiz uchish apparatlari orqali hujum sodir etilgan. Tatariston Respublikasining huquqni muhofaza qilish idoralari ma'lumotiga ko'ra, hodisa oqibatida 13 nafar kishi halok bo'lgan, 39 kishi turli darajada jarohat olgan. Mazkur mudhish voqea oqibatida afsuski O'zbekiston Respublikasining 8 nafar fuqarosi halok bo'lgan. Bosh konsulxona halok bo'lgan fuqarolarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi. Mazkur holat bosh konsulxona tomonidan nazoratga olingan. Hodisaga aniqlik kiritish maqsadida mahalliy mas'ul vakolatli idoralar va tergov organlari bilan zarur aloqalar o'rnatilgan. Vafot etgan fuqarolarning jasadlarini sud tibbiy ekspertiza va zarur rasmiy jarayonlar yakunlanganidan so'ng vatanga qaytarish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilishi ma'lum qilinadi. Musofirlar ogoh bo'linglar, 1-sentyabrdan boshlab granitsalar yopilar ekan deydigan ba'zi bir blogerlar video sizlar uchun ogoh bo'linglar. Bunaqangi yolg'on xabar tarqatmanglar. Bu O'zbekistondagi yoki Rossiyadagi bilmay sodda yurgan odamlarga sizlar to'g'ri prosmotr uchun qilyapsizlar bu narsani, lekin oddiy odamlarga bu qattiq ta'sir qilishi mumkin. Kimdir ota-onasini, kimdir oilasini shu Rossiyada yurib boqib yurgan odamlar mana shu xabarlarni eshitib ketib qolishi mumkin. Chunki men juda ham ko'p sodda odamlarni ko'rganman. Bunaqa gaplarni eshitib, bo'ldi, men ketaman deydigan yoki kelmoqchi bo'lganlar kelmay qo'yishi mumkin. Shuning uchun bunaqangi xabarni tarqatmanglar. Bu yolg'on xabar. Men yuristlarni, Rossiyada yurgan barcha bir kontent qilib borayotganlarni ko'rib, hammasini bilgan holatda ishonchli sizga aytmoqchiman, bemalol bunaqangi granitsa yopiladi degan gap umuman qonunda ham mish-mish emas. Faqatgina bu o'zimizni ruschani bilmayotgan, tarjimani yaxshi qilish bilmayotgan chala blogerlarni chiqargan kontentlarining oqibatiga shunaqangi odamlar ko'p savollar beryapti. Hech qayer yopilmaydi, hammasi chotka bo'ladi. Gaplashamiz. Rossiyada ishlab yurgan aka-ukalarimiz metrolarga, avtobuslarga, tramvaylarga chiqqan paytingizda mana shunaqa pullaringizni to'lab yurishingizni so'rab qolaman. Agarda shu arzimagan 80 rubl, 100 rubl pulingizni qizg'anib to'lamaydigan bo'lsangiz, mana bunaqa holatlarga tushib qolishingiz mumkin. Mana do'stlar, videoni o'zingiz ko'rib guvohi bo'layapsiz. Immigrantlar pulni to'lamay yuradi deb butun ijtimoiy tarmoqlarga sharmanda qilib chiqarishyapti. Bundan tashqari arzimagan shu 80 rubl, 100 rubl pulli deb 5000 rubl shtrafga tushishingiz mumkin. Shtrafni ham 2-3 marta oladigan bo'lsangiz, avtomatik Rossiyadan zapretga tushib qolishingiz mumkin. Do'stlar, albatta Rossiyada tramvaylar, avtobuslar, metrolarga kirganda pullarini to'lab yurishingizni so'rab qolaman.
bu videoga bittadan like bosib, kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Yo'q joydan hozir podstava bo'lib ketishi mumkin. Yo'q joydan prosta. Mana bu o'zim yashaydigan uyning yoni. Mana bu yerda balkimda esidan chiqqandir yoki bo'lmasa balkim atalab qo'yib qo'yilgandir. Mana bu zonada polniy kamera. Ya'ni birinchi etaj magazin, tudim shunaqa hamma narsa bo'lyapti. Qiziqqonlik qilib birortasi tegadi, o'sha telefonni oladi ham deylik. Olib ketadi ham deylik. U yoqda barsetka turishi mumkin, pul turishi mumkin, plastik turishi mumkin, farqi yo'q, любой narsa bo'lishi mumkin. Shunaqa holatda akalar, ukalar tegmaylar. Pa maksimum tegmaylar, chunki sentyabr oyida bilasizlar, Rossiya Federatsiyasida mobilizatsiya boshlanadi, ya'ni armiyaga saralash boshlanadi. Shunaqa holatda bizni o'zimizda o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar juda ko'p podstava bo'lib ketyapti. Oddiy melch narsalarda. Ularga обычный bitta bahona kerak, xolos sizlarni olib ketishga. Uyda sizlarni kutayotgan odamlar bor. Otangiz, onangiz, singillaringiz, opangiz, qarindoshlar haqida o'ylang. Xullas, bitta risk, bitta arzimagan. Rossiyada yurganlar, O'zbekistondan kuzatayotgan bo'lsanglar, Rossiyada yurganlarni juda ham yaxshi tushunsanglar bo'ladi. Hamma hozir qil uchida yuribdi, Rossiyada yurganlar. Bitta mana shu to'g'ri yo'ldan ozib ketishingizni deb o'ylab turibdi hozir. Rossiyada yurganlarni shunaqa narsalar kutyapti-da. Prosta hamma o'ylaydi, zo'r mazza qilib yuribdi deb o'ylaydi. Yo'q akalar, opalar, singillar, ayollar ayniqsa pul jo'nat deb mazgisini qoqmanglar, eringlarmi, akangizmi, o'g'lingizmi. Ular o'zi shunaqa ham qil uchida yuribdi-da. Mana shunaqa narsalar chiroyli ko'rinadi ko'ziga, oladi, yo'q joydan podstavani bo'yniga ilishadi. Tamom, ketdi shu bilan. O'shaning uchun o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Pa maksimum shunaqa narsa ko'rib qolsanglar, uzoqroqdan yuraveringlar. O'zbekiston va Tojikistondan Rossiyaga kelayotgan migrantlar soni kamaydi. O'zbekiston va Tojikistondan Rossiyaga kelayotgan migrantlar soni kamaydi. 11307 2026-yil O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari Rossiyaga ishlash uchun kamroq kela boshladi. Ushbu davlatlardan mamlakatga ish maqsadida kirishlar soni 2026-yilning birinchi yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 15% ga qisqardi. Bu 3 davlat mehnat migrantlari soni bo'yicha asosiy peshqadamlar bo'lib qolmoqda. O'tgan yilning dastlabki 6 oyida ularning fuqarolari ishlash maqsadida 2,3 milliondan ortiq kirgan bo'lsa, 2026-yilning xuddi shu davrida ular taxminan 1,9 million marta kirishgan. 2026-yilning yarim yildagi ishchi sifatida kirishlar soni bo'yicha birinchi o'rinda O'zbekiston turibdi. 1,1 milliondan ortiq kishi. Bu o'tgan yilga nisbatan 13,2% ga kamdir. Ikkinchi o'rinda Tojikiston joylashgan bo'lib, u yerdan 494,500 ta ishchi kirishi amalga oshirilgan va bu o'tgan yilgi darajadan 17,9% ga kamdir. Uchinchi o'rinni Qirg'iziston egallagan bo'lib, uning fuqarolari 289,100 marta kirgan va 16,7% ga kamayishni ko'rsatgan.